Assalomu alaykum azizi muhtaramlar. Men bayon qilay, sizlar tasavvur qilinglar. Naqshi degan yurak g'ururi, naqshi degan ko'ngil huzuri. Hayot misoli bir naqsha. Siz, men, u hammamiz bu naqshada qetilgan. Kulki azoblarimiz yillar bizga qoldirgan talay aslimalar bu naqshiga kuch mag'dur bergan. Muhabbatli kunlar bu naqshiga kuy jon bergan. Bizning oramizda mana shundoq naqshlarni aytib bizga aromiy jon beg'ishlayotgan biraylar bor. U biz anglamoqchi bo'lgan, anglashni xohlaydigan hayotdagi muhabbat, vafo, go'zallik, orzu, armon, yoshlik tilaklarini, go'zal kartinalarni o'z naqshisiga qetib biz uchun taqdim qilayotgan o'g'lonimiz. Mana bugun qutlug' bir kun. İnsaniyet vücudunu pakizlab, odamiyligimizni har vaqt bizga askartib, bizga hayot hikmatlarini, turmush savodlarini, ilm turdonlarini baxsh etib kelayotgan muhtaram jafokash ustozlarimizning muborak bayrami. Shu munosabatda ustozlar tarbiyasidan bugungi kunda o'zimiz shu muborak oq yo'lni tanlagan bu o'g'lonimiz ushbu daqiqalarda hammamizning o'tliq salimini, muhabbatlik tilak armonlarimizni naqshlarga mujassam qilib, alning hurmati, seg'inishi bilan tayyorlikni taqildi. Ey azizi muhtaram, sahnaga qarang. Sahnimizda al orzulagan o'g'lon Mo'minjon oblikim.
berxabar Köygeli geldin mi yar Köydergeli geldin mi yar Kıyıvatkın mutlarını Ulgaçteli geldin mi yar Assalomu alaykum aziz qarindoshlarimiz, armag'aysizlar. Rahmat. Ulug' ro'za Hayit ayam kunlarimizning oxirgi minutlarida ota-onamizdan tasila ulug' sanalib kelayotgan o'qituvchi ustozlarimizning bayram kunlarida sizlar bilan mushu kechini o'rtaq o'tkazayotganimizdan intayin xursandmiz. Hammanglarning aziz dini omon bo'lg'ay. Rahmat. Mana shundoq qo'sh-qo'shalliq kunlarni biz bilan birga o'tkazishni niyat qilib, kechiligimizga ishtirok qilib, biz uchun xizmat qilish olib turayotgan ustoz shogirdlik munosabatdagi ishga aziz mehmonimiz bor. Abduqayim muallim va Moira sahnaga marhamat. Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom Mo'minjon, tinchmisiz? Arman aka. Assalomu alaykum Mo'minjon. Har vaqt salomat, xotirjam bo'ling. Hammanglarga xotirjamlik o'rtaq bo'lsin, xotirjamliklar bo'lg'ay, rahmat. Assalomu alaykum hurmatli aziz tomoshabinlar. Sentabrning go'zal oqshomlarida jam bo'ldik. Didor g'animat. Assalomu alaykum muhtaram ota-onalar, aziz qarindoshlar, Didor g'animat, oltin bo'yinglar omon bo'lsin. Xo'sh. Mo'minjon, mushu naqshlaringizni anglab kelayotganimga 10 necha yil bo'ldi. Mushu naqshlaringizdagi cho'nqur ma'no, go'zal kuylar. Shundaqla sizning xalqimizga berayotgan ma'naviy jihatdagi mushu boyliklaringiz men dematlik qurdoshlarga go'zal o'tmishlarni eslatib, ularni goh kuldirib, goh yig'latib, gohida usulga tushirib, bizga ma'naviy jihatdan zo'r ilhom berdingiz. Arman. Rahmat. Tamchi kabi usulliq bo'lganimdan intayin xursandman. Rahmat. Arzu bilan armon orasida yoshlik qiymay, qonmay yashab kelyapmiz. Mushu minutlarda yuragimizni bir parcha o'tga o'xshatsam ortiqlik qilmas. Albatta, oltindek yoshlik faslimizda el uchun xizmat qilish bizdek o'g'lonlarning hayot qarzi. Xo'sh, mana shundoq yuksak arzu armon bilan jug'urlib, tatliq hislar bilan sug'urilgan go'zal kuylaringizni ko'p sevgandik. Chanqigan dilimizga bir piyola chayingiz bormi ki? Albatta, qo'lim ko'ksimda. Xo'sh, andaq bo'lsa sahnasiga qoldi. Marhamat. Rahmat, rahmat. Qani, ko'pchilik o'yra qaysizlar. Marhamat.